Hello bolalar, bugun men kontordagi eng sirli joylarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Desertda mana desertga kiramiz. Kirganlar odamni yo'qib qo'yishim kerak ekan, odamni yo'qib qo'yamiz. Odamlarni ham yo'qib oldim, endi ketdim. Birinchi bo'lib yuramiz. Eng sirli joy, zombilar bilan o'ynayotganda chetlarga chiqib olsanglar bo'ladi. Maytdan tevaga chiqasizlar. Chiq. Mana. Shekka chiqasizlar, mana shekka chiqib. Mayga turib olasizlar. O'tirib olasizlar. Maytdan zombilar ko'rmaydi, maytdan kelasa, mana pastlaringga turib o'tirasizlar bemalol. Keyin tundirada ham bor, tundirada. Tundira qani? Mana. Tundiraga kirib oldik, endi mana ketdik. Bunda ham zombilar bilan o'ynash uchun mana. Mayga chiqib olasizlar. Zombilar xalaqit bermaydi. Pastdan o'tirasizlar, keladi. Maytdan o'ldirib qo'ymaydi, maytdan chiqolmaydi zombilar, bilasizlar. Uchinchisi Fichter, shunga desertga o'xshagan joy. Chetda ham hech ham bilmaydi. Kirib oldik. Bunda ham zombilar uchun yaratilgan ekan. Bilmayman, u yaratilgan zombilar uchun bilmayman. Keyin ko'ramiz hozir. Ketdim bila. Mana shu joy zombilar bilan otishayotganda shekka chiqib olsalaring zombilar chiqolmaydi. Mana shunday chiqasizlar, mana. Shekka o'tirib olib o'tirasizlar mana. To'rtinchisi mana poyezdlar turadigan joyda, mana shu yerda. Mana kirib oldik, mana zombilar bilan o'ynayotganlaringda mana mayga chiqib olasizlar, mana. Chetlarga chiqib olasizlar. Zombilar chiqolmaydi bu joylarga. Maza qilib otishaverasizlar. Zo'r joy bu ham. Beshinchisi shu Ruins 2. Bu ham buzilgan uylar. Hozir chiqamiz. Mana shu yerdan chiqamiz. Narvon bor. Shekka chiqib olib, bemalol shekka o'tirib olib o'tiramiz. Obunachilar tezroq 50 ta bo'laylik. Video zo'r chiqqan bo'lsa xursandman. Xayr obunachilar.